Do'stlar, noodatiy zakaz. 45 ga 55 so'ri zakaz tushdi. Bog'chaga suynerga qo'yib qo'yishar ekan, ustiga narsalar terib chiroyli burchak qilib qo'yishar ekan. Hozir yasayapmiz. Uzun tarafi 55 tarafi. 4 ga 4 profil 25 bo'ldi. Oxirida bitganda ko'ramiz. Qay holatda bitadi? Qalay chiqibdi? So'ri pashta yig'ilib bo'lindi. 2 ga 2 profil, o'rtasida 4 ga 4. Old tarafi. Tak, razmerlari 45 ga 55. 40 ga 55. Uzun taraf 55 bo'ldi. Kattaligi yaxshi. Xo'p, endi ko'ramiz. Hozir bir ikkita bezak berib qo'yaman bunga. So'rimiz bitdi. Nima deyapti? Ko'ringlar-chi buni. 40 ga 55 razmer. Plastik koronalarga e'tibor beringlar. Do'stlar, endi bunisi nima deyapti? O'zi bitdi-yu. Holatini ko'ringlar bu. So'rini. 12 yuziga polni ham yo'qlangan. Qanchaga tushdi? Qanchaga zakaz oldi deb o'ylaysizlar? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Istoriyada aytib o'taman qanchaga qilib berganimni. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan Abdurahmon bo'ldi. Sog' salomat bo'linglar. Kunlaring xayrli va barakatli bo'lsin. Bizda boshqa kachaliklar ham bor. Albatta videolarni qo'yib boramiz.